Salom barchaga. Xo'sh, bugun 3-misolni qanaqa ishlanishini ko'rib chiqamiz. A baseball coach charges each athlete $150 for the first month. Demak, bizda bitta baseball murabbiysi bor ekan va u har bitta atletdan birinchi oy uchun $150 va qolgan additional oylar uchun esa $95 pul olar ekan ulardan. Which of the following functions correctly represents the total revenue in dollars for M months and N athletes, where M and N are positive integers? Hop, biz hozir shu yerdan bir funksiya topishimiz kerakki, u total revenueni bizga ko'rsatib berishi kerak bo'ladi va oylarimiz soni M va atletlar soni N ga teng ekan. Hop, qaranglar o'zi funksiya tuzganda qanaqa tuziladi? Mana RM yoziladi, teng bo'lyapti. Bizda $150 birinchi oy uchun to'lov, to'g'rimi? Va undan keyin qolgan oylar uchun to'lov $95 dan ketgan. Men yozaman 150 qo'shuv 95. Endi qaranglar, oylarimiz soni nimaga teng? Oylarimiz soni n ga teng, m ga teng, to'g'rimi? Lekin men shu yerda m-1 deb yozib olaman. Chunki birinchi oy uchun pul to'lanib bo'lganda, birinchi oy uchun $150 to'lanib bo'lingan. Endi qolgan oylar uchun esa m-1 deb yozib oldim. M bu yerda total monthslar soni, total shu umumiy oylar soniga teng bo'lyapti. Va endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu bitta atlet uchun edi, to'g'rimi? Bu bitta atletimizni bunaqa summasi edi. Lekin bizda n ta atlet bor ekan, ya'ni soni qanchadir bilmaymiz, shuning uchun n deb bergan. Va buni n ga ko'paytirib qo'ysak, shunda biz to'g'ri funksiya qurgan bo'lamiz. Va sizlarga bitta bunaqa nima deymiz, foydali maslahatlardan biri, each degan so'z keladigan bo'lsa, slope o'rnini bosadi. Bilamizki, y teng mx plus b degan linear equation bor bizda va shu yerda m deganimiz slope, to'g'rimi? M slope bo'ladi va qachon slope'ni qayerdan bilamiz desak, each degan so'z keladigan bo'lsa, shu slope'ni bildiradigan signal wordlardan biri. Shuning uchun men bu yerda 95 ko'paygan deb slope'ni o'rniga bunaqa sonni yozib qo'ydim. Va endi buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, xo'sh, 150 plus 95m minus 95 bo'ladi, to'g'rimi? Va buni ko'paytiramiz n ga teng bo'lyapti. Xo'sh, ayirib oladigan bo'lsak, bizda 55 bo'ladi va 55 qo'shuv 95n. Va bizlar shu narsani nimaga ko'paytirishimiz kerak? N ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. Va ko'paytirib oladigan bo'lsak, 55n qo'shuv 95 mn. Mana 55n qo'shuv 95 mn javob C bo'lar ekan. So, bizning javobimiz C. Va hammaga rahmat e'tibor uchun.